Maktabda dars berardim u kezlari. Bir kuni maktabga taftishchilar keladigan bo'ldi. Kelmagan kuni bormidi o'zi. Xullas direktorimiz Sanjar darhol hammani yig'di va kechagi topshirgan topshiriqlarni qabul qila boshladi. Boshlandi. Har safargidek ishlar o'lda-jo'lda. Har safargidek Sanjarning gradus 36 dan anchagina oshib ketdi. Bir to'kildi. Hammangizni qog'ozlaringiz bilan bittama-bitta kutaman. Sanjar to'g'ridagi o'zining xonasiga eshikni qarsillatib kirib ketdi. Kim birinchi kiradi? O'ziga ishonganlar bir qadam oldinga, hazillashdim men. Sizni hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa kerak, hazil ko'nglingizga sig'yapti. Marhamat, o'zlari boshlay qolsinlar. Umidvor termulishdi hamkasblar. Aslida hujjatlarim joyida emasdi, lekin hamkasblar uchun vaziyatni yumshatish kerak, aks holda oqibati xayrlisi bo'lmaydi. Xullas, yetakchi qiz damlagan issiq choyni ko'tarib sekin direktor eshigini chertdim. Keling, dedi Sanjar horg'in. Sanjar, asabingizni buzmang, axir asab hujayralari tiklanmaydi. Gap qotdim, unga choy uzatar ekanman. Bilasizmi opa, ayollar mayli-ku, nega erkak o'qituvchilarimiz buncha beg'am? Kecha necha marta aytdim, tayinladim. Bularning ahvolini qarang. Davom etdi Sanjar, bir gap aytaymi? Men deb bosh irg'adim. Erkak so'zining ma'nosi erkak, ya'ni erkak kishi qanaqa bo'lishi kerak degani. Bu degani erkak bo'lishga majbur degani. U jahl bilan ruchkani stolga taq ura boshladi. Xafa bo'lmang Sanjar, buni hayot deydilar. Hozirgi vaziyatda yigitlarimiz erkak emas, ertak bo'lib turishibdi. Ya'ni ertak. Bilasiz-ku, hazillashdim men. Ertaklar yaxshilikka yetaklar. Sanjar menga tikilib turdi-da, biroz o'tib, qotib kuldi. Yana boshladingizmi? Ha, mayli, o'zingizni ish hujjatlaringizni olib kelingchi. Men jim turamanmi? Himoyaga o'tdim. Shu desangiz, kecha va bugun bir sinoat ustida o'ylandim. Savollarga javob topdim chamamda. U hayron tikildi. Sizga aytaman, xullas ayol so'zi jumbog'ini yechdim. Davom etdim sekin. Shu desangiz, ayol so'zi xayol so'ziga o'yqash ekan. Shu xayolligini yechaman deb berilgan topshiriqqa ulgura olmay qoldim. Savolni javobini topdim-ku, endi topshiriqqa vaqt ajratmoqchiman. Sanjar yoyilib kuldi. Bitta gapingiz qolib ketdi. Nima? So'radim men. Men ximikman. Menga mojna deysiz-ku har doim. Bu safar buni men uchun siz aytdingiz. Xullas, o'sha kuni bir necha ixtiro qildik. Olamning kichik sirlaridan voqif bo'ldik o'zimizcha. Taftishchilar ham keldi. Ishlarimizdan har doimgidek ayb ham topildi. Har doimgidek tuzatish uchun va'da ham berdik. Kelasi safargacha. Kelasi safar esa ertak yana boshidan boshlanadi. Balki bir bor ekan deb emas, bir yo'q ekan deb boshlanar. Muhimi, hayot davom etadi. Hayot.